Bugungi videomiz SCP-049 yoki boshqacha qilib aytganda o'lat doktori va mening sevimli SCP-larimdan biri. Demak, tayyor bo'lsangiz videoni boshladik. Keling, birinchi navbatda SCP-049 haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tsam. Raqami 49, taxallusi Deplague doktor, vabo doktori. Obyekt sinfi Euclid, xarakterini oldindan bilib bo'lmaydi. Saqlash joyi SCP fondi maxsus kamerasi. Tavsiflari SCP-049 o'rta asrlardagi vabo doktoriga o'xshash mavjudot. U doim qora plash, qo'lqop va uzun tumshuq niqobda yuradi. Qizig'i shundaki, niqobini hech qachon yechmaydi. Lekin u tirik mavjudotga o'xshaydi. U o'zini shifokor deb hisoblaydi va insoniyatni kasallikdan qutqarayotganini aytadi. Ammo bu kasallik nima anglatishini hech kim bilmaydi. Tom ma'noda uning o'zi ham. SCP-049 odamga qo'li bilan tegsa, u darhol jon beradi. Keyin u jasad ustida davolash ishlarini olib boradi. Natijada SCP-049-2 deb ataluvchi tirikka o'xshash ammo aqlsiz mavjudot paydo bo'ladi. U o'z ishini yaxshilik deb hisoblaydi. Lekin natijalar juda ham dahshatli. Keling, men sizga bu haqda bir qo'rqinchli hikoya aytib beraman. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hikoyaning nomini esa davolanish deb ataymiz. SCP-049 saqlanadigan kamera kechasi g'alati sukunat. Hukm surarda kameralar ishlayotgan, qo'riqchilar o'z joyida edi, hammasi joyida, go'yoki. Yangi tadqiqotchi birinchi marta SCP-049 bilan suhbatga kirgan edi. Men kasal emasman, dedi ishonch bilan. SCP-049 sekin boshini ko'tardi. Uning tumshuqli niqobi qorong'uda yaltiradi. Siz aldanayapsiz, dedi u sokin ovozda. Kasallik ichingizda. Men uni sezdim. U kulimsiradi. Qanday kasallik? SCP-049 javob bermadi. U sekin o'rnidan turdi. Shu payt kameradagi chiroqlar bir lahzaga o'chib yondi. Qaytib yonganda tadqiqotchi qichqirmoqchi bo'ldi, lekin ovoz chiqmadi. SCP-049 uni ulga tekkizib ulgurgan edi. Ertasi kuni ertalab qo'riqchilar kamerani ochishdi. Tadqiqotchi yo'q edi. Faqat burchakda tirik turgan, ko'zlari bo'sh, harakatlari g'alati bo'lgan mavjudot bor edi. Bu SCP-049-2 edi. SCP-049 esa devor yonida turib pichirladi. Davolash muvaffaqiyatli o'tdi. SCP-049 telbami yoki u bizdan-da aqllimi? Bu narsalar aniq emas. Muhimi, SCP-049 u aniq doktor. Agar bizning videomiz yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va yana keyingi videolarda qanday SCP'lar yozib qolinishini bo'lishini yozing. Biz albatta sizning fikrlaringizni qadrlaymiz. Bir narsani unutmang, keyingi safar shifokorga davolanishga borganda hech qachon unutmang. Chunki SCP-049 hamisha hushyordir. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Yana bir bor qaytaraman. Davolanishdan oldin unutmang.